Shayxi mana yangi videomga xush kelibsizlar obunachilar. Xullas, yana men sizlarni juda ham sog'inib qoldim, chunki sizlarni kanalimda ko'rmaganimga naq 5 kun oshib ketibdi. Xullas, obunachilar, men sizlar uchun ajoyib video olmoqchiman, lekin bir narsaga hayronman. Qishloq shunaqangi zerikarli bo'lib ketganki, hatto qishloqda hech kim ko'rmayapti. Chunki bizni qishloqda hozir hamma uxlayapti. Chunki bahor kelgan va kunlar uzayishni boshlagan. Shu sababli obedda qilinadigan ishlar yo'qligi tufayli hamma jitillar prosta o'z uyiga muzdakkina bo'lish uchun o'z uyiga kirib ketishgan va prosta tak uxlab yuborishgan. Xullas, bir gap bilan aytganda, bizni qishloq shunchaki detskiy bir sad bo'lib qolganmi yoki bir lager tarbiyasi o'rnatilganmi? Xullas, obunachilar shunaqa qilib hech kim ko'chada yo'q va ko'rib turganingizdek atrof bo'm-bo'sh, hamma esa uxlayapti. Men esa nima qilishni bilmayapman. Balki men ham uxlarman. Obunachilar, sizlar aytishingiz mumkin. Nima uchun sen yaramas bunaqa uyqu paytida video yoqding, baribir hech narsa ko'rsatmas ekansan-ku deb. Obunachilar, shunchaki men sizlarga qishlog'imizda nima bo'layotganini aytib qo'ymoqchiman va shu bilan birgalikda hozir o'zim kirib uxlayman va mani uxlab turishim sizlar uchun go'yoki 1 sekunddek o'tib ketadi va shunchaki kamerani pauzaga qo'yaman va pauzani ochganimda men uyg'onaman. Hamma ziychilar ko'chada bo'ladi. Praktiski 2 yoki 3 soatdan keyin hamma ko'chada va oldingidek bo'ladi va hamma ishiga, yana juda ham go'zal va zerikarsiz hayot. Ammo hozir zerikarli bo'lib qolgan. Nima deysizlar, ko'chada aylansammikin? Sababi qaranglar, bunaqa dahshat havoda prosta aylanish kerak. Chuqur-chuqur nafas olib, atrofdan bahra olish kerak. Balkim baliq tutishga yo'q. Kelinglar, yaxshisi biz ham uxlaymiz. Lekin obunachilar, bitta narsani aytaman va bu fakt. Bu narsa sizlarda ham bo'lgan menimcha. Ehm, Sizlarda bo'lmasa ham bir 95% o'g'il bolalarda bu narsa bo'lgan. Ya'ni hech kimni kunduz kuni uyqusi kelmaydi. Oldinlari hammani uydagilar uxlardi va bizni ham uxlashga majburlashardi. Lekin hozir bilasizlarmi, ancha-muncha bo'm-bo'sh bo'lib qolganman va hech kim meni majburlamaydi, ammo oldin majburlardi va qiyinchilikdan uxlardim. Ammo bu narsani katta bo'lgandan keyin ham umuman qoldira olmadim. Ya'ni haligacha uyqum kelmaydi kunduz kuni va ko'pchilikda menimcha kunduz kuni uyqusi kelmasa kerak. Lekin bolalar, endi biz o'zimiz uxlashga anaqa qilishimiz kerak. Oldin bir bas Instagram yoki YouTube ko'ramiz, keyin esa uxlaymiz. Obunachilar, bilasizlarmi, lekin uxlab olishim kerak, sababi keyin ishlar biz uchun ancha yengil bo'ladi. Juda ham bir nima desa bo'ladi, bodri o'zbekchasiga nima bo'ladi, shuni bilsanglar kommentariyada yozib qo'yinglar. Ha, xullas shunaqa qilib turamiz. Xo'p, kompyuterimizda nima gaplar ekan? Oppa, dahshat kommentariyalar, obunachilarim ham ancha ko'payib ketibdi. Yaxshi, obunachilar meni qo'llab-quvvatlayotganlaridan juda ham xursandman, lekin bir narsaga hayronman. Prosmotr zo'r, ajoyib, yomon emas, Xudoga shukr. Lekin layklar soni kam. Obunachilar, ko'ryapsiz, videolarim yoqyapti, chiqishi bilan albatta oxirigacha o'tkazmasdan ko'rasiz. Ammo nimagadir videoga layk bosmaysiz. Iltimos layk bosib qo'yinglar va kommentariyaga layk bossin, bari deb yozib qoldiringlar va obunachilar, o'sha gapingizga qarab men sirazi o'qiyman. Mayli. Uxlashga harakat qilish kerak. Birozdan keyin sizlar bilan ko'rishamiz. Bay bay. Oppa, tele, tralevale. Ko'ryapsizlarmi? Men Barrini o'zida gapiryapman. Bilmasanglar bilib olinglar. Tak shu, mana Bariga bo'lgan yomonligim yo'q. Shunchaki uni kanaliga obuna bo'linglar va videolariga layk bosinglar. O'zi ko'ryapsizlarmi? Karl, bu qanaqa cheat bo'ldi? Cheater yangicha cheatni o'rganib oldi. Vachat. Xo'p, endi hozir men bir narsadan foydalanishim kerak. Nimadan deysizlarmi? Unda yaxshilab tomosha qilinglar. Hozir xonimlar va janoblar, 13-qishloqda hamma uxlab yotibdi va bilgan ishimni qilishim mumkin. Xohlasam, men bu o'rtada turgan nima deydi nomi, xullas quduqqa siyib ketishim mumkin. Ha, bu biroz qo'pol eshitilishi mumkin, lekin men hakerman va mendan xohlagan gaplar chiqadi. Xullas, obunachilar, mana ko'rib turganingizdek, haker ajoyib tarzda ovozlarni o'zgartira oladi va bunga hakerdan 10 dan necha ball berasizlar? Shuni aytinglar obunachilar, va shi zo'r bo'ladi. Va bitta narsa qaranglar, hozir yana bitta ovozni eshitaman. Xo'p, uning uchun bir nima desa bo'ladi, xezalak va tentaklarga o'xshab turib olish kerak. Xo'p, mana bunday. Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Odilboyev va mana yangi videomga xush kelibsizlar. Voy, tentakshnos. Nimalar deyapman bo'ldi va shu Odilboyev ham o'zini o'xshatib tashyapmanmi? Xullas, obunachilar, videomga layk bosinglar va kanalimga xullas. Короче, mana shunaqa gaplar obunachilar. Так что, let's go. Biror narsa o'ylab topish kerak. Vashi, og'riqam qichiyapti. Bu qishloqqa biror narsa qilishim kerak, lekin yo'q, bormayman. Chunki bir paytlar menga 13-qishloqda yashaydigan bitta brat yaxshilik qilgan va u yaxshiligini men unutmayman, yomon bo'lsam ham albatta. Lekin boshqa narsa qilaman.
Oppa, lekin menga bor-ku mana bu Barrini ovozi yoqib qolibdi-da. Xo'p, ana endi haker nima qilishi mumkin bu yerga? Kichkinagina bir qishloqda buzilish o'tkazamiz, ya'ni buzg'unchilik. Xo'p, 3 cheti bor. Okey. Mana bu yerga chiqib olaman va oppana va oppa. Mana mashitga. Babam, lava. Ha, yonib bo'lib ketlaring. Stop. Lekin bitta savolda. Bu lava nima qilaman axir? Men grifer emasman, men cheaterman va griferdan ming martalab aqlliroqman. Mendan biror bir yaxshiroq g'oya chiqishi kerak. Yo'qolay, vashi bo'lmabdi bu. O'yla. Nima qilsam bo'ladi? Tak. Cheater juda ham aqlli. Butun Minecraft olamida hatto admindan ham aqlli va adminni ham dabdalasini chiqarib qo'ya oladigan yagona igro. Tak, o'yla cheater, o'yla, axir sen cheataksan va senda cheatlar bor. CS2ga nima deydi? Shark hack yoki bo'lmasam va nima edi ismi chiqib qoldi. Xullas, dahshat cheatlar qo'yib o'ynagansan va uncha-munchasini CS yo'q. Butun Minecraft olamidagi hammasini CSda o'tkazib qo'yasan. Hmm. Tak. Lava ham tezroq yo'qolsa edi, hozir ridelay eshitib qolish mumkin. Buni ovozi vashi odamga yoqmayapti-yu. Xo'p, okey, mayli. Cheater 3, kallangga bitta narsa keldi. Voy! Balakat, 3 cheater yo'qolib qoldi, la'natli. Ikilib qoldim. Sal sakrashda adashdim-da. Turish kerak endi. Sanchilib qoldingiz ham. Shuncha aytaman, kanalga obuna bo'linglar deb. Balakat. Basharangga uray, cheat bo'lmay o'l, ishlamay qoldi. Xo'p, qani? Oho, laptopjon. Yaxshi. Wow. Vashi ko'p yog'i, Ana endi hozir bu qishloqqa dabdalasini chiqaraman. Xo'p, oldin men bitta bir ish qilgandim. Xo'sh, bu yerni shunchaki ustidan yamab qo'yishgandi va bu yerdagi sevimli bunkerim turibdi. Mayli, turaversin. Deymaymiz, chunki bu yerda hozir agar bir narsa quradigan bo'lsam, bittada bilib qolishadi. Okey. Xo'p, men bittan O'yla. Cheaterjon, ishtoningga cheaterjon. Xo'p, mana shu yerdan qursak-chi. Oppa. Vashiko hozir. Tak, kallamga bitta g'oya keldi deganim. Xo'p, men bittan mana bunday qilamiz va mana buni olamiz. Yaxshi. Do'stlar, menga bilasizlarmi nima xos? Menga bosonchilik xos. Xo'p. Okay, don't worry. Oppa, menda mana bunaqa oynalar bor, ko'rib turganingizdek. Xo'p, mana bunday bizga tegishligi kerak-da, choslam tipi. Mana bunaqasi kerak. Middle. Xo'p. Yaxshi. Qo'lda qurganim yaxshi, hali bu narsalarga o'rganmabman balakatdini. 1 2 3 4 5 6 ta blok. 2 3 1. Tak. Tushunmayapman hozir. 3 4 5 6. 2 3. Oppa. 2 3 4 5 6. Mana bu yerga qarab. Mana bunday. Okey. Yaxshi. Ko'rib turganingizda mana bizda uje nima desam ekan, o'sish bor unda. Oppa, mana bunday va mana bunday. Qalay, voy. Yemadi-yu boshidan. Ana hacker bir ko'rsatib qo'ychi. Yo'q, baribir. Sichvording. Xo'p, mayli. Mana bunday. Menimcha men hamma joyda dabdalasini chiqaryapman. Mayli, vaqt ketyapti. Tezlash kerak, hacker, tezlash. Okey. Sizlarga bolalar rejamni aytdim. O'zi vashi dahshat rejam bor mana. Vashi ishoninglar. Prosto wow, imba rejam bor. Xo'p, mana bu doira ko'rganinglardek. Mana bu yerga man tax. Mana bunday qilaman va mamutda menga
Hozir bitta narsa bor. Tak, mana bu dedi nimalar qilyapman, mana falokat. Xo'p, mana bunaqa sign degan narsa bor. Bu yerga bunday qo'yaman-da, keyin okay, and bunday qilib qo'yaman. Mana done. Ko'rib turganingizdek menda hammasi dahshat. Ha ha, endi boru hozir bundoq qilib turib buni ichini chirpa chiroyli qilib tozalab olsam bo'lgani. Xo'sh, bo'ldi. Ishlatish payting keldi. Qani, mana bunday, mana bunday chichib yuborma. Yaxshi. Oppa. Opa. Yana bitta. Opa. Ana endi mana bunga qo'yib olamiz-da. Taks. Bundoq turib mana bunday sindirib chiqamiz. Cho'chimaymiz. Cho'chima o'zim yoningda o'zim. Bunday. Va indan keyin bo'ldi, Zaynab. Bunday qilib chiqaman-da. Xo'sh, bu kreativ cheatim bilan lekin bor pulni olib bo'lmaydi. Hozir men nima qilmoqchiman, hozir sizlarga aytaman. Xo'p, tak, короче, bu yerda bitta shunaqangi cheat bo'ladiki, jitellar botga kelsa, lekin bu cheatim игрокlarga ishlamaydi. Jitellar kelsa, ular shunchaki o'ladi va inventardagi barcha narsalar meni inventarimda to'ppa bo'ladi. Qalay, zo'rmi? Xo'p. Men ularni izumrud bilan aldayman va aldab chaqirib olaman desa ham bo'ladi. Prosta bo'ldi kalla kompyuter yotibdi, shuning uchun like bosasizlar, ayamasdan. Ayagan o'sha. Aha, bundan men uni olaman-da. Oppa. Va mana bunday qilib chiqaman. Yaxshi. Oppa. Bunday. Yorib taylayman. Va tepasini har doimgidek o'zimizning sevimli yer blokdan yopamiz. Tak. Yaxshi. Ana endi men buni olamiz-da. Mamutga bundoq qo'yib turib, sekin Mamutdan ye. Yalvars. Shu yo'lagini qilib qo'yamiz o'zimizga. Ana undan keyin bundoq qilib yopib qo'ysak ham bo'laveradi. Undan keyin mana bunday va mana bunday. Dadam ko'rib turganingizdek bizda dahshat yer hosil bo'ldi. Va men bunday qilib chiqsam, undan keyin cho'chimasdan bunday qilsam, undan keyin men bitta ozgincha qolgan joyim bunday qilib turib, bunday qorsam, vau! Prosta menda imba joy bo'ldi. Ana endi bu yerga o'zimni narsalarimni ham qo'ysam bo'ladi. Tak, menda nimalar bor ekan? Xo'p, mana bunaqa stol bor ekan. Men uchun shaxsan maxsus. Xo'p, mana bunday o'rnatib chiqsam, shaxsan adminning kompyuterining kopiyasi. Yo'qolay. Bo'ldi. Keyin mana bunga kompyuterlarni qo'yib qo'yamiz. Ikkita kompyuter kuchi bitta bo'lib ishlaydi bizda. No qanaqa qilib bu narsani eplaysan desanglar, davolaman, eplayman. Chunki men geniyman va men hakerman. Tak. Maxsus kompyuterlarim mana bu yerda bor. Bu meni shaxsiy inventarim. Buni hech qanaqangi bir anaqadan olganim yo'q. Tak, bu narsa kerak bo'ladi. Ular narsalarni chopish uchun okey. Ular qayerdaligini ko'rish uchun bu narsa kerak bo'ladi. Yaxshi. Va bizga yana nima kerak bo'ladi? Xo'p, maxsus kompyuterlarimni oldim. Va bizga обязательно kamera kerak bo'ladi, chunki har bir qilayotgan ishimni kamera videoga oladi va olishi shart. Yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Tak, buni bu yerdan nastroyka qilib olsam bo'ladi. Oppa. Va ana endi mana bu yerga maxsus narsalarni o'rnatib chiqsam, bas, bo'ldi. Bular o'zidan internetni kuchayib, bitta dahshat viruslari hosil qiladi. Xo'p, endi bu yerga chest qo'ysam, bunga shaxsiy parolimni qo'yib qo'yaman
va hammasi mana shunaqa dahshat bo'ladi. Hakerning hikoyasi shu yerda tugadi. Obunachilar va hammasini keyingi qismda ko'rishingiz mumkin. Barrini ham balkim bir yo'qlik qilib yurarman, o'z asabimga tegib yuribdi. Barchaga xayr. Kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Keyingi qismda ko'rishguncha keyingi qism prosta wow bo'ladi. Nima qo'ydim? Galvars.